Şinjandaki her millet oğul kızları xuddi anarning donsidek zich o'yishayli. Hürmetlik televizor köyçüler yaxşımısılar? Yaxşımısılar? Bugün 2026 yılı 8. ayının 5. günü çarşamba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6. ayının 23. günü. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuvandikicha. Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz Abdunum rayonluq sanoat va uchurlashtirish nazoratida tekshirib tadqiq qilganda va aloqador xodimlar bilan suhbatlashganda sanoat iqtisodini kuchaytirib, yangicha sanoatlashtirishni puxta olg'a surib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni puxta moddiy asos va texnika asosiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Abdunum rayonluq xalq hukumati Jungo meteorologiya idorasining meteorologiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq turtki bo'lish suhbat yig'ini ochildi. Erkin Tuniyaz, Jungo meteorologiya idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Chen Zhenlin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Joylar nuqtaliq tur qurilishlarini tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotning o'lini puxtaladi. Bu yılning oldingi yarmida Şinjangda yetkazilgan tez yo'llanma 300 milliondan oshib, bulturqi shu mezgildagidan 21,6% ko'paydi. 15 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 10-maydon yig'ini o'tkazilib, Qumul shahrining taraqqiyot natijasi va 15 yildagi yuqori sifatli taraqqiyot fikr yo'li tadbirlari tanishtirildi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Abdunum rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Abdunum rayonning raisi Erkin Tuniyaz bugun Abdunum rayonluq sanoat va uchurlashtirish nazoratida tekshirib tadqiq qildi hamda aloqador xodimlar bilan suhbatlashdi. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Başuvchi Xi Jinpingning yangicha sanoatlashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zichi o'rdab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, fursatni chang tutib, vaziyatdan foydalanib ilgirlab, sanoat iqtisodini tirishib kuchaytirib, o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yangicha sanoatlashtirishni puxta olg'a surib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni kuchli moddiy asos va texnika asosiga ega qilish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Abdunum rayonluq sanoat va uchurlashtirish nazorati yurishishni kuzatish, o'lchash, moslashtirish idorasida sanoat iqtisodining yurishishi va nuqtali xizmatlarning ilgari surilish ahvoli to'g'risidagi tunishtirishni angladi. Munosabatlik boshqarma ishxonalariga kirib, Abdunum rayonining neft ximiya sanoati sohasi va sun'iy aql bilan yasimchilikni birlashtirish qatorliq xizmatlarning ilgari surilish ahvolini egiladi. Orqadan Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Abdunum rayonining sanoat va uchurlashtirish xizmati dokladini angladi. Abdunum rayonluq sanoat va uchurlashtirish nazorati rahbarlik bansining a'zolari va Abdunum rayonning taraqqiyot va islohot, fan texnika, moliya, statistika, xabarlashish qatorliq tarmoqlarning mas'ullari hamda bir qism nuqtaliq korxonalarning mas'ullari bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Sanoat iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini butun kuch bilan mustahkamlab, yurishishni kuzatish, o'lchash va tahlil qilib hukm chiqarishni kuchaytirib, nuqtaliq viloyat, oblast, shaharlarni yukning eg'irni aktivlik bilan zimmasiga elishga yetaklab, sanoat silinmasini davomli muqimlashtirib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini kuchab olg'a surib, neft, tabiiy gaz, ko'mir, qazilma bayliq, yangi energiya, yangi material qatorliq nuqtaliq sohalarning terek turtki bo'lish iqtidorini oshirib, sanoat iqtisodining eg'irtquliq rolini texmi yaxshi joriy qildirish. Uchurlashtirish bilan sanoatlashtirishning cho'nqur yuqorilishini ilgari surib, sun'iy aql bilan yasimchilikni birlashtirishni cho'nqur olg'a surib, yasimchilikni aqllashtirib, o'zgartirish, tipini raqamlashtirish, torlashtirishga turtki bo'lib, yeshil hisoblash kuchini joylashtirib qo'rishni teziltib, yeshil to'van karbonliq aql hisoblash markazining ko'lamini tartibli kengaytirib, yangicha ul asliha qurilishini faol olg'a surib, kasbning aql, yeshil, yug'urma taraqqiyotiga kuchab turtki bo'lish. O'zgacha afzal kasblarning fan texnikada yangilik yaratish iqtidorini oshirib, yangilik yaratish supasini kuchaytirib, korxonalarning yangilik yaratish asosiy gavdasilik o'rnini yanada kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yuqorilishiga turtki bo'lib, nuqtaliq kasblarda oshqishliq yadroliq texnika o'tkiliga hujum qilishni kuchni markazlashtirib olg'a surib, yangilik yaratish natijasini aylantirish va kasblashtirib qo'llanishni teziltib, kasb taraqqiyotining sifatini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surish, sanoatning tipini umumiylik yeshilga o'zgartishni olg'a surib, yangicha energiya sistemasi barpo qilishni teziltib, pokiz energiya ta'minotini kengaytirib, sanoat sohasida karbonni cho'qqi qimmatga yetkazishni tartiblik olg'a surib, yeshil to'van karbonliq zamonaviy kasb rayonini faol taraqqiy qildirib,
nuqtliq sohalarni energiya tejab karbonni azaytadigan qilib o'zgartishni cho'nqur olg'a surib, uskuni yangalash va texnologiya darajasini o'stirishni teziltib, yeshil taraqqiyot quvvatini uzluksiz oshirish, rayonlarga kasb joylashtirishni sijil a'lolashtirib, Janubiy Shinjongda afzal kasblarni zo'raytib va kuchaytirib, tiraklik roli cho'ng, turtkilik iqtidori kuchlik, ishga o'rlashtirish ko'lami cho'ng bir turkum turni amaliylashtirish turtki bo'lib, Shinjongga nishonliq yordam berish afzalligidan yaxshi foydalanib, palampaysimon yo'tkalgan munosib kasblarni faol qabul qilib, Dington bilan yerlikning kasblarini hamkorlashib taraqqiy qildirishini cho'nqurlashtirib, afzallik orqali o'zaro to'liqlash, farqli taraqqiy qilish, o'zaro yo'g'irlash andisi shakllantirish, yangicha sanoatlashtirish tirak sistemasini mukammallashtirib, kasb siyosatini takomillashtirib va mukammallashtirib, avtonom rayonning 15-5 yillik yangicha sanoatlashtirish taraqqiyot yirik planini yaxshi yo'lga qo'yib, bog'cha rayonlarining sig'dirish iqtidori va raqobat kuchini oshirib, tijorat savdo muhitini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, korxonalarga naf yetkazish siyosatini amaliylashtirib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, eg'ir favqulodda zo'r hodisining qat'iy oldini olib, yaxshi taraqqiyot muhiti yaratish, partiyaning sanoat va uchirlashtirish xizmatiga bo'lgan umumyuzlik rahbarligini kuchaytirib, partiyaning siyosiy qurilishini yanada kuchaytirib, rahbarlik bansi va kadrlar qo'shinini kuchli qilib qurib, universal saposi va kasbiy iqtidorni oshirib, istil qurilishini sijil kuchaytirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, istil durust kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratish kerak. Yusufjon Mamat faoliyatga qatnashdi. Avtonom rayonlik xalq hukumati Jungo metrologiya idorasining metrologiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq turtki bo'lib suhbat yig'ini bugun tushdan burun Urumchida ochildi. Yig'inda bosh Xi Jinpingning metrologiya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqning ro'yi cho'nqur izchillashtirildi va amaliylashtirildi. Go'yo'nning metrologiyaning 2022 yildan 2035 yilgacha bo'lgan yuqori sifatli taraqqiyot programmasining talabi amaliylashtirildi. 14-5 yil mezgilidagi avtonom rayon bilan ministerlik hamkorligi xizmati xulosalanib, 15-5 yildagi o'rtaq barpo qilish vazifasi o'rinlashtirilib, Xinjiang metrologiya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyoti olg'a surildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Toniyaz, Jungo metrologiya idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Chen Jinlin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Erkin Toniyaz munolarni ko'rsatdi. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishi, Jungo metrologiya idorasi qatorliq davlatning ministerlik komitetlari, Xinjiangga yordam berayotgan o'lka shaharlar, markaz korxonalarining zo'r kuch bilan qo'llashida avtonom rayonlik partiya komiteti butun avtonom rayondagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Xinjiangning turli ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish turtki bo'ldi. Jungo meteorologiya idorasi siyosat, mablag', tör, fan texnika, ixtisosliklar qatorliq jihatda Xinjiangga nuqtliq moyillashib, Xinjiang bulut suv boyligini echish va uningdan foydalanishda yangilik yaratish tadqiqot o'rnini birlikda qurib, Xinjiangning ofatdan mudofialanish, ofat ziynini yeniklatish iqtidori, meteorologiya mulozimati iqtidorini oshirish, havo rayiga sun'iy usulda ta'sir ko'rsatib, suv boyligini kafolatlantirish qurilishi qatorliq nuqtliq turlarni yo'lga qo'yishini qo'llab, Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli mulozimat qildi. 15-5 yil mezgilida Jungo meteorologiya idorasining Xinjiangning qazilma boyliq echish, dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishi, sayohatchilik va to'van bo'shliq iqtisodini taraqqiy qildirishga meteorologiya mulozimati qilish iqtidorini oshirishini yanama qo'llashini, Xinjiangning meteorologiya ul aslaha qurilishini kuchaytirishini qo'llab, ko'zitish, o'lchash, ma'lumot berish, ogohlantirish iqtidorini oshirib, meteorologiyaning ofatdan mudofialanish, ofat ziynini yeniklatishdagi birinchi mudofiya sepiliq rolini texmi yaxshi joriy qildirishini, Xinjiangning bulut suv boyligini dal echishi va uningdan foydalanishini ilgari surib, havo rayiga sun'iy usulda ta'sir ko'rsatish iqtidori saviyasini o'stirishini umid qilamiz. Joylar, tarmoqlar avtonom rayon ministerlik hamkorlik mexanizmidan to'liq foydalanib, boyliqni kuchni bir tutash planlab, omil kafolatini kuchaytirib, nuqtaliq tur qurilishini tez olg'a surib, hamkorlik turlarini baldur amaliylashtirish, baldur unum yaratish, baldur nafga erishishga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Chen Jinling munolarni ko'rsatdi. Partiya 18 qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatini boshdan oxiri ko'ngliga pukib, bir qator muhim o'rlashtirma qilib, Xinjiangga 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitib berdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati yuksak ahamiyat berib, Xinjiangning meteorologiya ishlarida tarixiy bosishni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Xinjiang meteorologiyani zamonaviylashtirishda g'arbiy rayon bo'yicha oldida mengib, meteorologiya fan texnikasida yangilik yaratish va kasb iqtidorini zo'r darajada oshirib, meteorologiya
meteorologiyalik ofatdan mudofialanish, ofat ziyinini yenikletish, oldin bir taraf qilish iqtidorini sijil oshirdi. Bu yil 15-5 yil boshlangan yil. Jongo meteorologiya idorasi Abdunum rayonlik xalq hukumati bilan birlikda cho'ng bexatarlik jiddiy ishlarga taqobil turish ramkasida meteorologiyalik ofat xavf-xatardan signal berish sistemasi qurilishini tez olg'a surib, meteorologiyalik ofatdan mudofialanish, ofat ziyinini yeniklitishning birinchi mudofaa sepini birlikda mustahkamlab, Şinjanning meteorologiya fan texnikasida o'ziga tayinishi, o'zini kuchaytirishini birlikda olg'a surib, meteorologiyaning yezi egiligi, qatnash, madaniyat, sayohat, sog'lomlik bo'yicha kutinish, to'van bo'shliq iqtisodiy qatorliqlarga mulozimat qilish iqtidorini oshirib, Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotiga hayotiy kuch, harakatlantirgich kuch qo'shadi. Yig'inda 14-5 yil mezgilidagi Abdunum rayon bilan ministerlik hamkorlashib o'rtaq barpo qilishning unumi va 15-5 yildagi nuqtali hamkorlik ishlari uqtirildi. Jongo meteorologiya idorasining muavin boshlig'i Song Shanyun muqiyat jarmuqamat yig'inga qatnashdi. Növətdə Şinjanın hər qaysı joylarda nuqtali qurilishlar tez olg'a surildi. Elektr energiya to'ri ramkasi, qatnash yo'l to'ri, yashanganda kutinish qurilishlari tang olg'a surilib, yuqori sifatli taraqqiyotning olib puxtalandi. Şinjan elektr to'ridagi nuqtaliq energiya turi bo'lgan Qumul Everg'ul 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartish qurilishi teziltildi. Hozir to'pi tash qurilishi umumyuzlik tamomlanib, elektr uskunasi o'rnatishning ochqichlik bosqichiga kirdi. Bu turga 1 milliard 100 million yuandak mablag' silindi. 2027-yili 4-oyda tok yetkazish planlandi. Davlatning 14-5 yillik elektr energiya taraqqiyoti yirik planidagi o'lka halqagan nuqtaliq birlashma tor qurilishi Chaqiliq Lingyang 750 kilovoltlik tok yetkazish liniyasi qurilishi Şinjan bölügi qurilishida bu hafta o'tkazgich sim tartish umumyuzlik boshlandi. Qurilish Baying'olun oblastidagi Chaqiliq 750 kilovoltlik transformator punktidan boshlanib, Qinghai Lingyang 750 kilovoltlik transformator punktida oxirlashadi. 3 milliard 130 million yuan mablag' silindi. Bitgandan keyin Şinjan elektr to'rini g'arbiy shimol 750 kilovoltlik elektr to'riga tutashtiradigan liniya 4 yo'lliqdan 6 yo'lliqqa ko'paydi. Vaqtliq tok yetkazishdan liniya bo'yining qatnashini ravonlashtirish, moddiy ashyo to'shishni kafolatlantirishgacha boshdan oxiri birinchi sapda turdik. Qurilish tamomlangandan keyin Janubiy Şinjanning yeshil tokini sirtqa yetkazish iqtidori zo'r darajada oshadi. Qatnash tur qurilishimi o'xshashla teziltildi. O'lka yo'li 239-liniyasi Wucayvan Jemisar tosh yo'lini kengaytirish qurilishi asfalt yotqizish bosqichiga kirdi. Yo'lning uzunligi 89,159 kilometr, soatlik sur'ati 100 kilometr qilib loyihalandi. Bu Şinjanning ko'mirni sirtqa toshiydigan muhim yo'l. Qurilish bitgandan keyin qatnash besimi zo'r darajada yeniklab, yurish vaqti 40% dan ortiq qisqaraydi. Dörbilcin nahiyasining yashanganda kutinish universal mulozimat markazi qurilishi butun kuch bilan olg'a surildi. Turning asosiy gavda qurilmasi bitdi. Bu yil 10-oyda qurilish tamomlanib, tekshirib o'tkazib olindi. Bu turga 27 million 500 ming yuan mablag' silindi. 110 karvat saplanib, shu joydagi yeshi cho'ng, yolg'iz turadigan, hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarni kasbiy kutinish kapolatiga ega qilish planlandi. Yashanganda kutinish kasbiy mulozimat kollektivi kirgizib, nahiyamizning yashanganlarni kasbiy apparatda kutish kamtikligini to'liqlab, oila, mahalla, apparat o'zaro moslashgan yashanganda kutinish mulozimat sistemasini mukammallashtiramiz. Bu yılning oldingi yarmida Şinjanning tez yetkazish kasb kirimi va yetkazilgan yo'llanma teng ko'paydi. Jumladan yetkazilgan tez yo'llanma 300 milliondan eshib, bulturqi shu mezgildagidan 21,6% ko'paydi. Elektronlik savdo o'zgacha yez egilik mahsulotlarini yetkazish ehtiyojini sijil qo'zg'atdi. Şinjan Ziyoloti tor fan texnikasi cheklik shirkatining bevosita ko'rsatish uyida Xotanning Chilan yangi qatorliq o'zgacha mahsulotlarga tushgan zakaz uzilmagachga bu yil korxonaning Şinjan o'zgacha yez egilik mahsulotlarini setish miqdori sijil ko'paydi. Bu yil 1-oydan 6-oygacha sotgan mahsulot 800 tonnadan eshib, bulturqi shu mezgildagidan 100 necha tonna ko'paydi. Bir qancha ashyo obrut korxonasi bilan hamkorlashishga kelishdik. Mahsulotimizni har kuni vaqtida mamlakatning har qaysi joylarga avatyapmiz. Jongo Pochta guruhi cheklik shirkati Qaraqash nahiyalik sho'ba shirkati yez egilik mahsulotlarini kentdan avatish yo'lini echish uchun kasb rayoniga makonlashib, yo'llanmani eshik oldigacha berib elish, yaqin atrofda avatish mulozimatini yo'lga qo'ydi. Oldingi yarim yilda Şinjanning tez yetkazish kasbiy kirimi 4 milliard 150 million yuanga, yetkazilgan tez yo'llanma 307 million 892 ming yetib, bulturq shu mezgildagidan 11,3% va 21,6% ko'paydi. Şinjan pochta sohasining kasb kirimi 5 milliard 810 million yuanga yetdi.
Pochta pul omonat bankisining bevosita tijorat kirimini o'z ichiga olmaydi. Tez yetkazish kasbi kirimi buning 70%dan ortiqini egilib, eshiqi turtki bo'lgan asosli kuch bo'lib qoldi. Xalqaro va Shangang, Auman, Tayvanga yetkazilgan tez yo'llanma 1,84 million yetib, bo'ltirq shu mazgildagidan 16,2% ko'paydi. Shenjangning chegara alqan pochta yo'li O'rta Osiyodagi 5 davlat, Rossiya va Yevropadagi ko'plagan davlatni qoplab, Shenjangdagi chegara alqan elektronlik savdo, tashqi savdo korxonalari va shaxslarning chegara alqib yo'llanma avatish ehtiyojini qondirdi. 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish temasidagi yurishlik axborot e'lon qilish yig'inining 10-maydon yig'ini bugun Urumchida o'tkazilib, Qumul shahrining energiyaning tipini o'zgartirish, kasbning darajasini o'stirish qatorliq sohalardagi taraqqiyot natijasi va 15-5 yildagi yuqori sifatli taraqqiyot fikr yo'li tadbirlari tanishtirildi. Qumul shahri mavqani boyliq ustunligiga qo'yib, zamonaviy ko'mir ximiya sanoati kasbini sistemlik joylashtirib, ko'mir boyligini qo'shilma qiymati yuqori mahsulotga aylantirishga faol turtki bo'lib, kasb zanjirini sijil mukammallashtirdi. 15-5 yil mezgilida Qumul diqqatni 100 milliard yuan darajalik ko'mirdan pokiz, yuqori unumda foydalanish kasb topini zo'raytirish, kuchaytirishga markazlashtirib, oliy ko'p manbalik to'van karbonlik ko'mir ximiya sanoati zamonaviy kasb sistemasi barpo qiladi. Töven halqidagi oliy poliolifen, qurilishda ishlatiladigan so'lyav, yuqori iqtidorli poliester talasi qatorliq qo'shilma qiymati yuqori mahsulot ishlab chiqarishni nuqtaliq rivojlantirib, kasb tipini ko'p miqdorli asosiy xom ashyo ishlab chiqarishdan oliy tujubalik ximiyaviy buyum ishlab chiqarishga o'zgartirishga turtki bo'lamiz. Yangi energiyani taraqqiy qildirish jihatda 15-5 yil mezgilida Qumul shahri 10 million kilovat darajalik shamol elektr bazasi va 1 million kilovat darajalik yorug'lik volt bazasini sizli zo'raytib, qilinayotgan yangi energiya turi qurilish sur'atini teziltib, 15-5 yilning oxirida generator umumiy sig'imini 90 million kilovatga yetkazishga, yangi energiya generatorining nisbatini 80% dan oshirishga tirishadi. Jongo energiya qurilishi guruhining Qumul 1500 megavatlik yo'riqliq issiqlik energiya saqlash bazasi turi qurilishi Barikil nahiyasida tez qilinayotdi. Bu davlatning ikkinchi turkumdagi qumliq, cho'l, qaqasliqdagi cho'ng tipdagi shamol elektr yo'riqliq volt bazasi nuqtaliq ulgi qurilishi. Qurilish tamomlangandan keyin yo'riqliq volt, yo'riqliq issiqlik, tuz eritib issiqlikni uzoq vaqt saqlash birlashtirilgan yurishtirish andisidan foydalanib, tok bilan ta'minlashning muqimligi va yeshil tok ishiltish iqtidorini zo'r darajada oshirdi. Qumul shahri mavqani boyliq ustunligi va rayon afzalligiga qo'yib, mamlakat bo'yicha ilg'or bo'lgan yuqori iqtidorli oqil hisoblash markazi qurdi. Hisoblash kuchi ko'lami 60 ming pefilopisga yetdi. 15-5 yil mezgilida Qumul shahri yangi energiya, yangi material, oliyjoblik yasimchiligi, hisoblash kuchi, to'van boshliq iqtisodiy qatorliq yangidan gullanayotgan kasblarni kuchaytirib yetishtirib, xalq turmushi baxt saodatini oshirish, isloh qilish, yangilik yaratishni cho'nqurlashtirishga davomli kuchaydi. Hisoblash kuchi hidrogen energiyasi yadroliq baygi yo'lida cho'nqir izlanib, raqamlik ipak yo'li va butun mamlakatning bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'g'ri qurilishi umumiyatiga cho'nqir yo'g'rilib, hidrogen yiqilg'uliq qatnash, yeshil ammoniy, alkohol qatorliq 5 cho'ng sohani nuqtaliq cho'rdab, hidrogen energiyasi kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini sijil zo'raytamiz. Avtonom rayonlik geologiya idorasi geofizikalik geoximiyalik kan izlash markazi yaqinda Aqto'y nahiyasidagi tugman suv oltin mis kenini umumyuzlik tekshirishda geofizikalik geoximiyalik universal tekshirish texnikasini ijodiy qo'llanib, tarqoq rodini izlashdan o'ttiral kan yatmasini bayqashgacha bo'lgan zo'r halqishni amalga oshirdi. Ko'p miqdordagi amaliy o'lchash sonliq ma'lumotiga asosan tez qatlamdagi issiq suyuq tomir bilan cho'nqir qatlamdagi tog' jinsi birlashgan qo'sh qatlamliq kan hosil bo'lish andisidagi kan ekanligini bayqadik. Usti qavatida oltin, asti qavatida mis bor. Tugman suv oltin miskini g'arbiy Koinlondagi o'ymonliq bilan tog' tutashgan belbog'da. Eng dastlabki charlash fikr yo'lida kan gavdasi yer qatlamining ta'sirida tog' jinsi qatlamida shakllangan. Yuqori sifatli kan gavdasi deb bekitishga bo'lmaydi deb qaralgan. Kan hosil bo'lish yangi nazariyasiga asosan yer yuzidan 400 metr cho'nqirliqcha tekshirganda oltin rodisining o'ttiral ko'lamda, mis rodisining o'ttiral va uningdan yuqori ko'lamda ekanligi. Cho'nqir qatlamda oltin, mis, molibden teng saqlangan kan gavdasi ekanligi, zapasni ko'paytirish istiqboli bor ekanligi aniqlandi. Zhejiang өлkəsinin ömək təşkilləb Şinjanğa yardım beriş mütəxəssislər qrupusының yetakçisi Ma Tao, Bingtuan 1-ci Şisi doktorxanası partiya komitetinin muavin şujisi, doktorxana başlıq vəzifəsini üstüge alğandan buyan kollektivni yetakləb, Zhejiang təcrübəsindən faydalanıb, doktorxana başquruşunu islah qılıb, sifatlik davalaş mülazimətini tövəngə düşürüşkə türtkə olub, doktorxananın davalaş mülaziməti səviyyəsini östürdü.
Kesel bilan paranglashayotgan bu kishi Dal Matov. U har qitim balnist tekshirganda balnist kayfiyatini jonlantiradi. U muxbirga kasallar jiddiylashmagandala doktorga davolashga texmi yaxshi moslasha oladi. Bu keselining baldur saqayishiga foydali dedi. Keselning tibbiy xodimlar bilan moslashishimi nihoyat muhim. Ular menga ishonsa, menmi kuchimning boricha tirishiman. Ko'pchilik bir oilik kishilardan bo'lgandala yaxshi davolag'ili bo'ladi. Jigar, o't, oshqozon osti bezi tashqi kasalliklar mutaxassisi Matov doktorxonaga kelgandan keyin ko'pincha vaqtda ishxonada turib, ilg'or davolash texnikalarini shu joydagi doktorlarga qo'lma-qo'l o'rgatdi. Li Yongchong u tarbiyalagan shogirdlarining biri. Bugungi kunda Li Yongchong qo'rsoq bo'shlig'i ayniki orqali qiyin operatsiyalarni o'z oldiga qila oladigan bo'ldi. Sifatlik davolash boyligini tövanga tushirish uchun Matov har qaysi joylardagi Shinjongga yordam berayotgan doktorlarning kuchini birlashtirib, maxsus bo'lim ittifoqi shaklida nahiya bozori, yezi bozor, tuan, maydon, lenduylarda ko'p qitim cho'ng tipdagi xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yaydirib, texmi ko'p ommaga uyga yaqin joyda jo'jangliq mutaxassislarga kasal ko'rsatish sharoiti yaratdi. Matov yana doktorxonaning diagnoz qo'yish, davolash, uskuna va texnika darajasini mos qadamda o'stirishga ahamiyat berdi. Uning moslashtirishi va turtkisida Bington 1-shisi doktorxonasining tibbiy tasvir tushirish markazi o'tkir aorta universal kasaliga AI aql texnikasidan foydalanib tasvir tushirib, diagnoz qo'yish cho'ng modeli qatorliq ilg'or uskunlarni Shinjong bo'yicha oldi bilan kirgizdi. Bugungi kunda Bington 1-shisi doktorxonasining bir bo'limi davlat darajali klinikalik nuqtaliq maxsus bo'lim turi qatoriga kirdi. 6 bo'limi Bington darajali nuqtaliq maxsus bo'lim bo'lib baholandi. Maxsus bo'lim ittifoqi orqali Zhejiang o'lkasidan davolash jihatda Shinjongga yordam berishga kelgan 100 necha doktorni yig'ib, Zhejiang o'lkasining davolash boyligini yezi bozor, tuan maydonlarga yetkazib, Shinjongga davolash jihatda o'mak tashkillab yordam berish afzalligimizni texmi namoyon qildik. 1-oydan 6-oygacha Shinjongning ko'ktat ishlab chiqarishida muqim ish holati saqlandi. Ko'ktat terilg'i ko'lami 1.101.000 mo'ga yetib, bo'ltirqi shu mazgildagidan 5.7%. Ko'ktat usuli 3.063.600 tonnaga yetib, 9.9% ko'paydi. Bu Jodin ko'ktat sodisi markazi, Shinjongdagi eng cho'ng birinchi darajali ko'ktat to'plash tarqitish markazi, Shinjongning etiz va parni ko'ktatlari, Shinjong sirtidan elib kelingan ko'ktatlar bu yerga to'planib setiladi. Yozda Shinjongda o'stirilgan ko'ktat sodisi umumiy sodining taxminan 60%ni egallaydi. Bu bozor butun Shinjongni ko'ktat bilan ta'minlash vazifasining 85%dan ko'pragini ustiga olgan. Shinjongda o'stirilgan ko'ktatlarning markazlik bozorga selinishi bilan bu bozorda har kuni 1800 tonnadek ko'ktat setilyotidi. Har kuni 15-16 tonna yumaloq chayza, ochiq kava, qizil laza, xanga, qapoq kava setyapman. Shu kuni akelganni shu kuni setib bo'laman. Shinjongning ko'ktat o'stirish joylashtirmasini sijil a'lolashtirishi natijasida Shinjongda o'stirilgan ko'ktatlarning bozor egallash nisbati oshdi. Shinjong hozir etiz ko'ktatchiligi bilan parni ko'ktatchiligiga teng kuchab, fasl farqlantirib o'stirish, zakazlik, yezi egiligi qatorliq andezlarning uzluksiz mukammallashishiga kuchli turtki bo'lib, ko'ktatchilikning sifatini o'stirib, unumini oshirdi. Jing nahiyasining Mandan yezida tunji terim ko'ktatni setish xizmati oxirlashib, ikkinchi qatim o'stirish boshlandi. Ko'ktatni parnik bilan etizda vaqt farqlantirib o'stirib, yaxshi bahada sotdik. Birinchi qatimda shoxli bilan dojo o'stirgan edim. Har bir parnikdagi ko'ktatni 15 ming yuanga sotdim. Ikkinchi qatimda ko'chirgan mayslarmo yaxshi o'syotidi. 10-oyning 10-kuni bozorga solamiz. Ma'kit nahiyasi qumliqni bo'stonliqqa aylantirish uchun ekologiyani sijil cho'nqur tuzib, Taklamakan qumliqining chetini ko'kartib, qum tizgillab, ekologiya to'siqini mustahkamladi. Bu Ma'kit nahiyasi tavasidagi Taklamakan qumliqining g'arbiy janubiy cheti bo'rondan mudofialanish qumni turaqlashtirish ekologiya o'rmoni bazasi. Bu yil 3-oyning oxirida yangidan barpo qilingan ekologiya o'rmoni. Asosliqi Nanjigida to'g'roq tikilgan. Tutish nisbati 85% ga yetdi. Bu Ma'kit nahiyasidagi ikkinchi qashalash balbag'i. Bu qashalash balbag'ining planlangan ko'lami 20 ming mo. Asosliqi bio usulda qum tizginlash andisi qo'llanildi. Bu yil atiyozdan hozirgacha 11 ming mo yerga 850 ming tüp ko'chat tikildi. Tikilgan Nanjigida va to'g'roq ko'chati Ma'kit nahiyalik ko'chat yetishtirish bazasida yetishtirilgan. Chegdi ko'chati chatqal turiga tava 2-3 yildan keyin bo'rondan mudofialanish unumi texmi gavdalandi. Bu yilning oxirigacha Ma'kit nahiyasi 122 kilometr, 1.176 ming mo qumdan mudofialanish, qum tizginlash qurilishi rayonini mustahkamlash asosida 52 kilometrlik Ma'kit Yakan fasil tosh yo'li yasashni, korxona kirgizib 52 kilometr yo'lning sharq tarafida o'rmon barpo qilish qurilishini yo'lga qo'yib, Taklamakan qumliqining chetida ikkinchi to'siq barpo qilishni planladi. Davomli kurash qilish orqali Ma'kit nahiyasining ekologiya muhiti tubdan yaxshilandi. 2010 yildan burun yilda 150 necha kun
qum bo'ron chiqatdi. Hozir 50 kunga yetmaydi. Yillik o'rtacha ho'l yig'in miqdori 53,6 millimetrdan 110 millimetrga ko'paydi. Makit nahiyasi mavqeini o'z amaliyatiga qo'yib, 2024 yildan 2030 yilgacha bio usulda qum tizginlash, tövan unumlik o'rmonni parvish qilish, tabiiy o'tloqni qashalash qatorliqlar orqali 2,255,300 mo yerda qumdan mudofialanish, qum tizginlashni planlagan edi. Navbatda 1,785,000 mo vazifani o'rinlab bo'ldi. Urumchi shaharlik ma'muriy ishlar mulozimat zali yaqinda avrishim mulozimat ko'zniki andisini yo'lga qo'yib, kasb bejirilganlarning oz ko'pligiga asosan ma'muriy ishlar mulozimatini tangshidi. 3-qavatdagi mulozimat rayonida avrishim mulozimat ko'zniki degan belgi chaplangan ko'znak kishilarning diqqatini tortdi. Nomur alğanlarını udulluq közüdüp, öcretde turğanlar köpeysila əvrişim mülazimet közünükini içip, ammini bu yerde kəsib becirişke yetekleyimiz. Bundaq bolğanda bək uzun vaqt öcret tuturuşdan saqlanğılı boludu. Udulluq tekshirishdan boshqa yangi siyosatni yo'lga qo'yish, kasb bejirish, bosqichliq besiq bo'lish qatorliq alohida ahvollardami avrishim mulozimat ko'zniki echilib, jiddiy ishlarga pasib taqobil turish tashabbuskorlik bilan inkos qaytirishga o'zgartildi. Kəsb becirdiganlar köp vaqtda qıstançılıq bo'lib ketmaydi ekan, az vaqtda boyliq isrof bo'lmaydi ekan. Ma'muriy ishlar mulozimat zalining yaqinqi yillardan buyon universal qabul qilish, to'plab mulozimat qilish islohotini sijil olg'a surishining foydasida avrishim mulozimat ko'zniki jonliq yurishtirildi. Hozir bu yerda zalda universal bejirish, orqa supida turga ayirib tasdiqlash, universal ko'znakda guvohnoma chiqarishdek xizmat mexanizmi umumyuzlik yo'lga qo'yilib, farqsiz universal ko'znakda qabul qilish, sohaga ayrilgan ko'znakda qabul qilish, oz sondagi alohida kasblarni maxsus ko'znak bejirish birlashtirilgan mulozimat andisi barpo qilindi. 37 tarmoqning 769 kasbi 15 farqsiz universal ko'znakda bejiriladi. Korxona va omma kasb bejirishda bir eshikdan kirib bir qatimli nomer alg'ashqa ish unumi zo'r darajada oshdi. Pamir egizligidagi ofitser askarlar Qo'njirab davlat darvozasini qo'g'dashga yoshlik bahorini avlodma-avlod beg'ishladi. Ular yil bo'yi bu yerdan ayrilmag'achqa ko'pinchisi vaqtida uylanolmaydi. Şinjan Hərbiy rayonunun məlum chegara müdafiə tövəni yaqında bu yerdə 11 jup yoshqa alohida kollektiv to'y murosimi o'tkazib berdi. Pamir egizligida tang asta-asta yuradi. 11 qiz aynak oldida chechini tugib, chosh bezaklarini taqadi. Yigitlar maydisiga qizil gul taqab, uzoq musofa besib Pamir egizligiga kelgan qizlarni kutib oldi. Dövlət darvazası, Pasıl teşi, Qarlıq tağ, səbtaşlarının quvaqlıqıda 11 cüp yaş ənənəvi toy murasimi tərtibini tamamladı. Bu özgücü toy murasimi sayahatçılarını cəlb qıldı. Köpçilik alqış yanartıb bu yaşlarga bəxt diledi. Qo'njirab muqaddas davlat darvozasi shundoqla muhabbatimizning guvohtisi. Davlat darvozasidagi o'zgacha to'y murosimiga qatnashish sharafiga erishganligimdan intayin hayajonlandim ham sharaf his qildim. Мәңгі қол тұтышып бірлікті ilgirlaymiz. O chegarani, davlat bexatarligini qo'g'daydi. Men oilamizning illiqligini qo'g'dayman. Yoshlik bahorimizni birlikda vatanni qo'g'dashga beg'ishlaymiz. Mo'ri nahiyasining Bo'ston yezisidagi Anargul Maqon cho'nglarga vafodor bo'lib, qo'shnilarga yordam berib, mehribon onalar kollektivi qurib, xayrli ishlar orqali millatlar ittifoqligi gullarini sug'ardi. Uning oilasi Abtonom rayon bo'yicha eng go'zal oila degan nomga erishdi. Hada yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Sizni yo'qlab keldik. Anargül Maqan odatda bo'sh vaqti bo'lsala mehribon onalar kollektividagilarni boshlab, tavallik rayondagi yolg'iz turadigan yashanganlarni yo'qlab, ular bilan mo'ngdashib, bo'yli orallarini tozalab, ularga illiqlik his qildiradi. Anargül Maqanning ota-onasi kichik vaqtida qazo qilg'ashqa, uni urug' tuqqan qo'lim qo'shnilari beqib cho'ng qilgan. Bu mehr muhabbat uning qalbiga minnatdorlik urug'ini chashgan. Uy o'choqliq bo'lgandan keyin vafodorlik yetkazishni boshdan oxir oila stilining asosi qildi. Uzun yil kasal tortib harakati qolaysiz bo'lgan qiyni opasining holidan ko'ngil qo'yib xabar elib, uzun mazgil hamroh bo'lishi va sabrchanligi bilan vafodorlikni amaliyotda ko'rsatdi. Anargül 2025-yili mehribon onalar kollektivini boshlamchilik bilan qurib, dehqonchilik, chorvachilik rayoni mehribon onalarni qiyinchiligi bor oilalarning uy ishlariga yordamlashishga, yetim bolalarning holidan xabar elishga yetakladi. Texmi ko'p odamni Anargüldan o'rganishga, fidoilar mulozimati qo'shiniga qatnashishga chaqiramiz. Kichik vaqtimda oilamizda qiyinchilik bo'lg'achqa qo'shnilar menga yordam bergan. Sharoitimiz yaxshilangandan keyin men izchil turda texmi ko'p kishiga yordam berib, bu illiqlikni texmi ko'p kishiga yetkazyapman. Bu 2 kunda Urumchi suv usti bog'chisi shodlik dunyosining mushuk eyiq sariyi boshqacha qizib ketdi. Chengdudan elib kelingan mushuk eyiq Baoyuan bilan Dori tug'ilgan kunini tunji qitim Xinjiangda o'tkazdi. 8-oyning 4-kuni va 9-kuni Baoyuan bilan Dorining tug'ilgan kuni. 8-oyning 4-kunidan 9-kunigacha saroyga avval kirgan 400 sayohatchi
Baoyan bilan Dörining shakli tushirilgan tug'ilgan kun tortiga, avval suratga tushib xotira qoldirgan 30 sayohatchi maxsus tayyorlangan sovg'atga haqsiz erisha oladi. Bak xush bo'ldi. Mushkiyiqning sog'lom cho'ng bo'lishini umid qilman. Baoyan bilan Dörining ikkilisi erkak bu yil 2-oyning 5-kuni Urumchi suv usti bog'chisiga elib kelingan. Mushkiyiq sarayının ko'lami 1644 kvadrat metr. Davlatning mushkiyiq sarayini loyihalash o'lchamida selingan. Temperatura va namlikni turaqlashtirg'ich, par, havo almashtirish uskunasi saplangan. Yarim yil astoydil beqish orqali ikki mushkiyiq yangi muhitga butunlay ko'ndi. Bundan keyin texmi ko'p fanni umumlashtirish savatlarini tashviq qilib, tadqiqot o'rganish darsxonasi ta'sis qilib, kitobdagi nazariyaviy bilimlarni naq maydon bilan birlashtirib, bolalarni yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash, muhit asrash qarshini turg'izishga yetaklaymiz. Yazlıq ta'tilda Urumchi suv usti bog'chisining hayvonot bog'chisida har kuni soat 14:30da hayvonlarni aylandirish faoliyati o'tkaziladi. Sayohatchilar yangidan elib kelingan hayvonlarni yaqin orliqdan ko'ra oladi. Abdunum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik Millətlər Ənənəvi tənərkət müsabiqəsi Eli Müsabiqə rayonunun paytop müsabiqəsi 8-ci ayının 4-cü günü başlandı. Şinjanның hər qaysı çaylardan gələn 14 komandadakı 286 tənərkətçi müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqənin tuncu günüdə mahirlar ərlər A qrupsi, ərlər B qrupsi, ayollar kollektiv türü boyunca müsabiqələşdi. Kəskin müsabiqə tamaşabilarını hayajonga saldı. Paytop qiziqaman müsabiqə köygili məxsus gəldim. Şinjanның hər qaysı çaylardakı əməli küçü bar mahirlar qatnaşıbdı. Keyin fürsət mənmi qatnaşsam deyman. Bu növbətlik tənərkət müsabiqəsinin paytop müsabiqəsi 5 gün ötküzülüdü. AB2 qrupida ərlər yekki oynaş, ayollar yekki oynaş, ərlər cüp oynaş, ayollar cüp oynaş, aralash cüp oynaş və kollektiv müsabiqə təsis qilindi. Xəbərlərimiz tügedi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xoş. Xayr xoş. 准东行，准能行。Hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Bugün 8-ci ayının 5-ci günü çarşamba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-cı ayının 23-cü günü. Xəbərlərimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Aldı bilan muhim mazmunlarni tanıştırırız. Bu yıl kirganda buyan yoldaş Xi Jinping yadroluqdagi partiya markaziy komiteti bütün partiyani yetaklab, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a siljitib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish orqali asli maqsad burishni chingitib, partiyani umumiylik qat'iy idora qilishni izchil davomlashtirib olg'a siljitdi. Jongochi zamonaviylashtirish qurilishida jasorat bilan yangi vaziyat yaratish. Boshlovchi Xi Jinpingning bu yil kirganda buyangi davlatni idora qilish xotirasi nomli yurish xabarida bugun asli maqsad burishni chingitib, partiyani texmo mustahkam kuchli qilib qurib chiqish degan mazmunni ko'rsatamiz. Siyosatning foydasi davomli qo'zg'atilib, davlatimizda kasblarning yangilik yaratish hayoti kuchi yanama o'rg'atildi. Bu yilning oldingi yerimida davlatimizning mulozimat import-eksport umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 8,3% oshdi. Shenzhou 21-ning olam ishqchilari guruhi olam bo'shligidan qaytib kelgandan keyin bugun tunji qitim taratqular va omma bilan rasmiy yuz ko'rishdi. Bugungi yurishli xabarda Suzhouning qanday qilib fan tadqiqot ixtisoslarini kasbning birinchi sepida yildiz tatqizib, korxona taraqqiyotidagi to'siq nuqtalarni rivojlantirganligini ko'rsatamiz. Xalqarodagi zotlar Yaponiya hukumatining qayta harbiylashtirish musobaqasi rayon xavfsizligi va tinchligiga og'ir tahdid soldi dedi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz.